Bilaman, siz konvensiya, konsepsiya va konsessiya so'zlarini yodlashda qiyinchilikka uchragansiz. Keling, men sizga mana shu so'zlarni umuman esdan chiqmaylik qilib yodlatib qo'yaman. Demak, birinchisi konsessiya. Konsessiya ma'nosi lotincha ruxsat berish. Ruxsat berish. Davlat organlarining muayyan shartlar asosida yer osti boyliklari va yer usti boyliklarini ekspluatatsiyaga berish to'g'risidagi bitim hisoblanadi. Buni qanday so'zlaymiz? Konsessiya. Lotincha ruxsat etish. Buni qanday so'zlaymiz? Ustoz, ruxsat bering, sessiyaga kiray. Imtihondan yiqilib qolmay. Konsessiya. Ruxsat bering, sessiyaga kiray, yiqilib qolmay. Keyingisi konvensiya. Konvensiya bu lotincha shartnoma. Ko'p tomonlama xalqaro shartnomalar turlaridan biri. Konvensiyadagi ven so'zini olamiz va Vena kongressida imzolangan shartnomalarga bog'lab olamiz. Chunki Vena kongressida ham albatta shartnomalar imzolangan edi. Shunga bog'lab olamiz. Keyingisi esa konsepsiya. Konsepsiya biror sohani rivojlantirishga qaratilgan loyiha va qarashlar majmui. Konsepsiyadagi sep degan so'zni olamiz va nima deymiz? Kelinni kelganda qara, sepini yoyganda qara. Qarashlar majmui. Qarashlar majmui. Bundan ham qiziqroq ma'lumotlar uchun albatta bizga obuna bo'ling, like bosing va repost qilishni unutmang.